Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, kanalimiz a'zolari. Mana Qo'qondagi saxiy do'konimizdan Zubur 1100 bartavoyli motoblogimiz sotildi. Andijondan kelgan akalarimiz, Andijonda iz bosganidan kelgan akalarimizga hozir yog'larni qo'yib, salarkalarni qo'yib tekshirdik. Ishlatib ham ko'rildi. Ularni ham YouTube'ga joylaymiz. Mana akamizdan so'rab olasizlar. Mana saxiy do'koniga kelib oldik. Mana narxlari yaxshi ekan. Yurishlari mana shu bartavoylik kuchligini oldik-da. Narx-navolarni kelishib oldik aka, aytilgan narxda sotilmadi. Kelishilib oldindan uradi. Mana tekshirib ham oldingiz aka, to'g'rimi? Hammasi buyruq oldi. Texnika haqida aka, qanaqa endi taassurotlar? Yaxshi, endi buni yerda yurishlari kuchli deyapti. Endi olib borib sinab ko'rib, buni oldin ham ko'rganmiz. Yaxshi texnikada, shuning uchun oldik. Shu yoqdan kelib oldik. Ma'qul kelib yoqqani uchun aka, qolgan turdagi motobloklarni ham ko'rdingiz. Ma'quli shu bo'lgani uchun buni olishdi. Mana Zuburda 1100 bartavoyli varianti. Qolgan turdagi Zubur modellaridan ham bor. Narx-navolarga akamiz kimga kerak bo'lsa telefon qilaverasizlar. Telefon orqali hamma Zuburlarimizdan bor. 95 1100 1100 bartavoyli 96 modeldagi hammasini olib kelib qo'yganmiz. Kimga kerak bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. Manzilimiz o'sha saxiy Qo'qondagi do'kon. Qolgan turdagi texnikalarimizdan ham bor. 1105 motobloklarning benzinlisi, salarkali variantdagilar, 9 ot kuchli motobloklarimizdan ham yetib kelgan. Terilishlari, mana motobloklarimiz yana turibdi. Kimga kerak bo'lsa motobloklarimiz, drabilkalarimiz bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Zapchaslari hamma yo'g'ini komplekt holatda yuklayapmiz mana.